do'stlar, mana xudo xolasa 2-iyun sanasida 2026-yilda mana degana jotlilarimiz do'stlar. Xudo xolasa dehqonlarimizga sifatli va yirik ko'chat qilib berish planida biz xudo xolasa yangilik navlar ulaymiz xudo xolasa. Bu yilga ham bor, bu yil kuzgi hayvonot bo'lgan holat. Degana jotli sariq giloslarimiz do'stlar. Holati mana tizzamizga o'tib sonimizga qarab kelyapti. Bu ham do'stlar cho'jani singari. Qurib bo'lmasmikin? Qana bo'larkan deb qilamiz xudo xolasa. Shunga chiqarib oldi inshaalloh. Holatga baho berdik. Xudo xolasa do'stlar mehnatdamiz. Mevali ko'chatni 12 xil har xil turdagi mevali ko'chatlarimiz bor. Mana ob'yomda xudo xolasa shunday joylarga qildik. Mana holatlarni ko'rishingiz mumkin. Holatlari zo'r. Istiqbolli yangi navlar sariq gilosga nima solasizlar deganlarga o'zini 100% chaynatuvchi sortlarimiz bor. Shuni solsak, xudo xolasa kalibri yirik bo'ladi. Dehqonlarimiz qiynalmay eksport qiladi mevani. Mana holatlari shunga yetib keldi. Bu o'suvchi hisoblanadi. Bu nima sababi nima deganlarga o'suvchi hisoblanadi. Bu sinovdan o'tib bo'lgan. Sariqqa ulangan, masalan o'zimiz ertak bahor giloslarni kullansa, yirik va sifatli nima bo'ladi. O'suvchilik sababiga mevani yaxshi baqadi. Ba'da vishnya qora giloslarimiz ham bor. Bunga talab kuchayib boryapti. Mana holatlari oldi mana pindi tushadigan bo'lib, holatlari mana pindi tushadigan bo'lib qoldi. Biz xudo xolasa bularga tenriga kirmaydi, qo'l mehnati. Chunki jicha mehnat talab qiladi. Biz mana kecha qattiq yoqqan yomg'ir sababli o'shinga biz qatirib yuborgan kultivasiyalarni olib borib tayinni yumshatyapmiz. Xudo xolasa o'sishlari zo'r, yerlarimiz yaxshi, xudo xolasa o't kam chiqadi. Mana shunaqa joyda mana Tekidan suv omborning tevasida xudo xolasa mana shu yerdan yer olib, xudo xolasa mehnat qilyapmiz. Video yoqqan bo'lsa like bosamiz, mevali ko'chatga nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bemalol bizga bog'lanishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, do'stlar, salomat bo'linglar.